Assalomu alaykum. Bir ancha vaqt oldin, endi 5-6 yil bo'ldi. Qattiq kasal bo'ldim. Infarkt ishemiya deydi. Uyda yotibman, yuragim og'rib turibdi. Tez yordam chaqirsak, nima yedingiz? Xamir ovqat desam, shuning uchun og'ritgan yuragingiz. Ozgina qon olib tashlab bo'lmasa ketayotgan og'riq qoldiradigan dedim. Yaxshi tushunadigan doktor emas ekanlar. Ketdilar. Keyin ayolimni chaqirib, endi o'zim bilaman holatim, yurak qattiq og'rib turibdi. Oldin qarzlarimni yozdirsam, qarzingiz ko'p ekan-ku. Shu gapni o'ziga qo'rqdim. Keyin aytdimki, oladigan haqqim 5-4 barobar ko'p. Lekin savdogar odamda haqqi ham bo'ladi, qarzi ham bo'ladi degan bo'ldim, yozdirdim-u, lekin o'zimdan qo'rqdim. Qarzdorlar bir kishi o'tib ketib qolsa hech qachon olib kelib bermaydi. Qarzim bor edi, mana uni olib qo'ying, eringizdan qarzim bor edi deb olib kelib berish qiyin. Haqdorlar bo'lsa uyga istab kelib yotib oladi. Shu menga bir saboq bo'ldi-yu, hozirgi kunda hech kimdan qarz bo'lmaslikka harakat qilaman. Oldinlari aytganimdek, hech qachon aniga tushlik qilganda pul to'lamasdan ovqat yemasdim. Yana ham makkan bo'ladigan bo'ldim. Bu deganim ko'pchilikka shuni xohlar edik-da. Iloji boricha qarz bo'lmaylik. Kredit degan balo chiqdi. Shuni kredit olmaylik. Iloji boricha aniga yengil safarga kelgan odamda yuraversak, yaxshi bo'larmikin. Aniga arzimagan narsalarni bu dunyoda javobini bermaslik uchun. Shunaqa.